Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-2 oktyabr kunlari ob-havo keskin sovishi kutilmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 1-2 oktyabr kunlari O'zbekiston hududiga salqin va nisbatan nam havo massalari kirib keladi. Respublikaning ayrim joylarida yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi 18-21 darajadan oshmaydi. Kechalari esa 8-13 darajagacha, shimolda kunduz kuni 13-16 darajagacha, kechalari 4-7 darajagacha iliqqacha pastlaydi. Poytaxtimiz Toshkentda havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda shamolning tezligi 12-10 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zi joylarda chang-to'zonlar kuzatiladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.